Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Mana bugun yangi bir modelimiz o'zgarish bo'lib keldi. Bu universal drabelkamiz Xitoydan chiqadigan, shu Bao kompaniyasiga tegishli. Buni ochib, hozir bir obzorlarni qilamiz. Ko'rib borasizlar, buni qanaqa mana upakovkamiz mana shunaqa bo'lib keladi. Buni ochib ko'rsatamiz hozir buni har birini. Mana ichlari o'zgarish bilan kelgan, motorlari kuchli motorlar bilan jihozlanib keldi. Yanada kuchliroq motorlar, past tokda ham ishlaydigan bo'lib keldi bular. Mana ochib hozir sizlarga bir obzorni qilib beramiz buni. Mana balonchalari. Avvalgi mana shu universal drabelkamiz, mana bular ugelnikda edi. Hozir turbalar qo'yilgan, mana ko'ryapsizlar. Mana bu yerlari ham mahkam qilingan, turburchak kuchli motorlar qo'yilgan. Past tokda ishlaydigan kuchli motor. Mana ichini bitta ko'rsating buni. Komplektlar o'zbek. Ha, komplekt mana 4 ta sitkasi bor mana. 4 ta sitkasini hozir ochib ko'rsatamiz. Mana shunaqa upakovka bo'ladi hammasi. Razmerlari bilan ko'rsatib beramiz. Bular zavod Xitoy. Anaqa nimalik emas, yasama emas. Mana sitkalarimiz. Qarang, bular ham hammasi yaxshi materialdan ishlangan. Mana bunaqasiga qilaylik, ikkita qashakka va ikkita donga. Bular mana bu yonidan qo'yiladigan bo'lib keldi, talablarga binoan. Odamlar mana shu yonidan qo'yiladigan qulay bo'lganligi uchun mana qo'yishi juda ham oson mana. Olinishi ham juda oson. Ha, ichini bitta ko'rsating mana. Bular akula jabrali bo'lib kelgan. Mana bu ishlagan vaqti xashaklarimizni tepaga o'tmasligi uchun mana shunaqa jabrali qilib qo'yilgan. Mana sifatli hamma joy qaytadan sifatli qilib ishlangan. Mana bunisini ham bunkerni ham ko'rsatamiz hozir. Buni ishlash jarayonlarini hozir sizlarga yana bir bor qo'yib beramiz, ochib ko'rsatib. Mana shunaqa mahkam upakovka qilinadi bular. Qirilmaydi hech joyi. Bemalol mana avtomatlari bor buni. O'chirib yoqadigan. Agar katta tok kelib qoladigan bo'lsa, o'sha ajratadigan. Kraskalari ham o'ta sifatli. Bu mashinalarga sepiladigan kraskalari bilan kraska qilinadi bular, chunki zavoddan shunaqa chiqqanligi evaziga. Qarang, kraskalarni ham haqiqiy metal kraska bilan kraskalangan. Katta pechlarda quritiladi bular. Qarang buni. Juda ham oson qo'yilishi mana. Bunker mana bu tomoni. Qarang. Mana tamom. Mana bu tomondan bitta ko'rsatib beringda. Firmasi Bao firmasi. Bao firmasiga tegishli mana parametrlari 4 kilovatlik motor bilan jihozlangan. Mana avion ko'rsatilgan, qarang, bu 300 kilogacha donni maydalab bera oladi bemalol. Og'irligi 60 kilo. Mana chiqqan sanalar qarang, 11-oy 25-yil. Bular yangi keldi bular. Razmerlari ham mana ko'rsatilgan. Mana bu bunkerlarning razmerlari ko'rsatilgan. Buni og'irliklarigacha hammasi yozib qo'yilgan. Mana avtomatni ham bitta ko'rsataylik. Mana o'chirib yoqiladigan avtomat mana. Bemalol o'zi mahkam qotirilgan. Kabellar qarang baquvvatligini. Motor 4 kilovatlik motor. Mana bu yonadigan datchiklari bor, ko'rsatadigan. Endi tepasidan qarasak, mana don uchun maxsus mana bu temirlar qo'yilgan. Mana bular ham dumaloq bo'lib keldi, chiroyli bo'lib, mahkam bo'lib kelgan. Mana bundan legirovka qilib bemalol donni o'tkazish mumkin. Hozir buni bitta qo'shib ishlash jarayonlarini ham ko'rsatib beramiz. Mana balonchalari ko'rsatib o'taylik, esdan chiqmasin. Balon ikkita qo'yilgan sababi bor. Hozir sizlarga tushuntirib o'taman bu narsani. Mana balonni qo'ygandan keyin xo'sh, hozir bularni tushuntirib o'tamiz. Ochib bularni kanalimizda oxirigacha kuzatib boringlar. Bularning narxlarini aytib, ishlash jarayonlarini qo'yib boramiz hozir.
Dastavkalar qilib beramiz 12 ta viloyatga. Bemalol telefon qilishlaring mumkin mana shu ekrandagi raqamlarga. 12 ta viloyatga dastavkalarni qilib beramiz. Tak. Xo'sh, mana buni. Bunday qilinadi. Qo'yiladi bu. Keyin mana bu shayba qo'yiladi dagin. Mana bu o'tkaziladi. Stoppercha qo'yiladi. Mana. Xuddi shunaqa bunisi ham. Qo'yib yuboramiz. Buni yig'ish juda ham oson. O'sha evaziga buni har qanday odam olib bemalol ishlatishi mumkin. Rezinkalari ham bor. Mana osongina qo'yib balonchalarni qotirib qo'ysak ham bo'ladi mana. Bular mana bu betonda turgan vaqtda qo'yish mumkin bularni, yerda shart emas bular. Betonda turgan vaqtda qo'yib qo'ysangiz vibratsiyani kamaytiradi, ishlagan vaqti qaltirashlar yana kamayadi. Bular o'zi aslida bular qaltirab ishlamaydi. Yanada kamaytiradi buni. Chunki yumshoq rezin bo'lgani uchun ishlash jarayonida ancha yengillashtiradi, qaltiramasdan ishlashni. Hozir buni tokka tiqib bitta ishlatib ko'rsatib beramiz. Mana terish juda ham oson buni. Mana hozir ochiq upakovkadan yig'dik, tayyor. Bemalol tokka qo'yib hozir ishlatib ko'rsatib beramiz hozirlarga. Mana aynan bitta normaga qo'yib qo'yasiz, o'rtacha qilib o'zi ketaveradi mana. Maydalab chiqaveradi. Hozir makkay bilan bug'doyimizni aralash qilib o'tkazyapmiz. Endi bug'doyni o'tkazadimi, makkayni o'tkazadimi deb so'raydiganlarga mana ikkalasi ham aralash bo'lib o'tyapti hozir. Mana qo'yib qo'yasizlar mana. Qo'yapsiz. Aynan bitta normaga qo'yib qo'ysangiz bo'ldi, o'zi chiqaveradi. Hozir salafan qop qilganimiz maqsad mana bu hozir ko'rinib tursin qanaqa chiqishi deb salafan qop qo'ydik. Aslida oddiy sensitiv qoplarimiz bor. O'shalardan qo'yib qo'ysangiz ham umuman changimaydi, bemalol ichiga tushaveradi. Dona ham, xashak ham o'tkazishda o'shalar qopdan foydalansangiz bo'ladi bemalol. Qani ichini ko'rsating. Setkasi qanaqa razmerda? Setkasi eng maydasini qo'ydik. Eng maydasi. Shuning uchun sekinroq chiqyapti mana. Aytib o'taylik. Eng maydasini qo'yganmiz. Mana hozir sal ko'paytiramiz, ochib yana dalshin. Ko'rinyapti shekilli. Mana ketyapti. Mana ham don ham anaqa ketyapti, Makkaga ketyapti. Ha. Gradusini ham ko'rsatadi. Tokimiz necha ekan? Qancha tokka ishlaydigan? Tokimiz 180 183 shunday. Bemalol past tokda ham ishlasa bo'ladi. Bular mana ishlatsa bo'ladi bemalol. Ko'rib turibsiz, tokimiz ham unaqangi baland emas. Bularning qulayligi shu yig'ilishi, buni bemalol nima deydi, tepasidagi bunkerni olib qo'yish, yana qayta yig'ish juda ham oson. Ham past tokda ishlaydi. Narxlari ham unaqangi qimmat emas. Juda qulay narxlarda. O'zbekiston bo'yicha dastavkalarimiz bor. Bemalol mana shu pastdagi raqamlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Dastavka qilib beramiz. Mana ichini ko'rsatinglar. Ha. Mana o'zi tugay deb qoldi.
Yemenlar dao. Dao firmasi. Üstüge qoldi mana. Ko'raylik-chi. Endi buni o'chiramiz. Dovonni ko'ramiz, qanaqa chiqazganligini. Mana avtomatdan o'chirdik. Hozir xo'sh. Mana shunaqa og'ziga o'zingizga bir moslama qo'yib olsangiz, bemalol hech yerga musor bo'lmasdan o'sha qopingizga tayyorgina tushib beradi. Mana bu yig'ilib qolgan donlarni ham tushirib olamiz. Tak. Endi donni ko'rsatamiz sizga. Qarang buni. Mayilligini ko'ryapsizmi mana? Mana. Tagida mana somonimiz bor mana. Umuman yeriga yo'q. Bemalol sepib bersangiz bo'ladi-da buni. Mana bug'doy ichida. Ha, bug'doyni ham, anaqani ham, makkajo'xorini ham juda ham mayin qilib ezib berdi mana. Qolib ketgan anaqa joylari ham yo'q ekan mana. Umuman qolib ketgani yo'q mana. Top toza mana. Ko'ryapsizmi? Bemalol yuqadigan qilib beradi. Tayyorlab, un shakliga, salkam un shakliga olib kelib berdi mana. Endi ko'plar bu faqat yorma qiladi deb o'ylaydi, lekin mana sepib bersa bo'ladigan holatga olib kelib beradi. Yorma emas. Bundan ham mayin sitka qo'ysa bo'ladi bunga. Hozircha bular mana shunaqa oxirgi sitkasi mana shunaqa shaklda chiqazadigan sitka bilan jihozlanib kelyapti. Endi xudo xolasa kelajakda bularga bundan ham mayinroq sitkalar zakaz qilmoqchimiz. O'shalarni ham qo'yib, hozir ichini ham bitta ko'rsatamiz. Hozir sitkani ham bitta ko'rsatamiz. Sitkani ham bitta ko'rsataylik. Hozir qancha vaqtga primerni qancha edi donimiz? Bu yerda hozir 1 chilakmidi? Yo, 1 chilakdan-da. 1 chilakdan 2 chilak edi, to'g'rimi? Mana sitkamizni mana hozir 2 chilak narsa, mana misol uchun. mana bunaqa sitkadan chiqazdik hozir. Ko'rib turibsiz mana sitkamizni. Mana shu sitkadan hozir chiqazdik. Ichini ham bitta ko'ramiz hozir. 5 minutda значит mana ichi 2 chilak. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerga nimasi yig'ilib qolibdi mana. Ko'rishingiz mumkin ichini. Mana pichoqlari, malatuklari bor mana bu yerda mana. Malatuklarini ham ko'rsataylik. Don izadigan malatuklari bor. 8 ta malatugi bor buni, qalin malatuklardan. Mana pichoqlarni qarang. Tak 4 ta bu yoqda bo'lsa, 8 ta u yoqda, 12 ta pichoq. Malatuklari bilan 20 ta. Mana shunaqa akula jabrali drabelkalarimizdan, universal drabelkalarimizdan kimga kerak bo'lsa, mana shu pastdagi raqamlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Viloyatlarga ham yetkazib beramiz. Manzilimiz Toshkentda, hozir bizning joyimiz Arinter mana bu Chinni bozor orqa tomonida, skladda, Erkin post yonginasida.